ana shunday bir ulug' insonlar qiyinchiliklarni keng yurak bilan, kuchli iroda bilan, mustahkam iymon bilan qarshi olishadi. Agar birodar sen bilan men ham ustimizga kelayotgan qiyin, mashaqqatli kunlarga sabr qilmasak, sabrdan boshqa nima qila olamiz? Bundan boshqa qanaqa yo'l bor? Sabr qilish esa birodar, aniq bilginki, Alloh taolo bilan birga bo'lsak oson bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan iymoning bilan seni sabring komil bo'ladi. Haqiqiy sabr banda bu mo'min banda bo'ladi. Iymoni qancha komil bo'lgan sari kishining sabri ham, sabirligi ham shuncha komil bo'ladi. Astagfirullah. Wasbir va ma sabruka illa billah. Alloh taolo aytadi, sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Mana aytdik, Allohga iymoni komil insonni sabri ham komil bo'ladi.